Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men 2026 yil avgust oyidagi pensiyalar bo'yicha juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, balki ota-onasining pensiyasini kuzatib borayotgan farzandlarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, yaqin yillarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik pensiya miqdori nega o'zgarganini, avgust oyida pul nega oldingidan kam yoki ko'p tushganini, indeksatsiya qachon hisoblanishini, qayta hisob kitob uchun qayerga murojaat qilish kerakligini aniq bilmaydi. Natijada odamlar mish-mishlarga ishonadi, hammaga qo'shildi. Menga qo'shilmadi. Bank ushlab qoldi. Pensiya fondi noto'g'ri hisoblagan degan xavotirlar paydo bo'ladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Men bugun 2026 yil avgust oyida pensiyalar bo'yicha nimalarni bilish kerakligini oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga pul masalasida aniq yordam berishi mumkin. Avvalo, pensiya masalasida bir narsani to'g'ri tushunib olish kerak. Pensiya bu har oy bir xil qoladigan, hech qachon o'zgarmaydigan to'lov emas. Pensiya miqdoriga bir nechta omillar ta'sir qiladi. Masalan, davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya, eng kam pensiya miqdori, ish staji, ish haqi bazasi, pensiya turi, qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, qarzdorliklar, ijro hujjatlari, bank yoki pochta orqali to'lov tartibi, shuningdek fuqaroning shaxsiy holatdagi o'zgarishlar. Oldin ko'p odamlar pensiyani faqat bitta oddiy qoida bilan tushunardi. Davlat oshirsa oshadi, oshirmasa o'zgarmaydi. Lekin amalda bunday emas. Masalan, bir kishining pensiyasi indeksatsiya sababli o'sishi mumkin, boshqa kishiniki esa deyarli o'zgarmasligi mumkin. Yana bir pensioner qo'shimcha hujjat topshirgani uchun qayta hisob kitobdan keyin ko'proq ola boshlaydi. Boshqa bir odam esa nogironlik guruhi o'zgargani, bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha oluvchilar soni kamaygani yoki ijro qarzdorligi ushlab qo'llanayotgani sababli kamroq pul olishi mumkin. 2026 yil avgust oyi masalasida eng muhim jihat shuki, avgustdagi to'lovni alohida bayram puli yoki hammaning pensiyasi avtomatik keskin oshadi deb tushunmaslik kerak. Avgust oyidagi pensiya odatda amaldagi qonunchilik, prezident farmonlari, hukumat qarorlari va pensiya jamg'armasi hisob kitoblari asosida to'lanadi. Agar aynan avgust oyidan boshlab pensiya miqdorlariga o'zgartirish kiritilsa, bu rasmiy hujjat bilan belgilanadi. Agar bunday hujjat bo'lmasa, avgustdagi pensiya avvalgi oylar kabi amaldagi miqdorda to'lanadi. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Pensiya haqida gap ketganda eshitdim, qo'shnim aytdi, Telegramda yozishdi degan manbalarga emas, rasmiy axborotga tayanish kerak. Chunki bitta noto'g'ri xabar minglab odamni sarson qiladi. Ayniqsa avgust oyida yozgi ta'til, bank kunlari, pochta yetkazib berish jadvali, bayram yoki dam olish kunlari bo'lsa, to'lov sanasida farq paydo bo'lishi mumkin. Bu esa odamda pensiyam kechikdi degan xavotirni keltirib chiqaradi. Asosiy qism bin nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda. Pensiya turini aniqlab olish kerak. O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan pensiya turlari: yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bundan tashqari ayrim fuqarolarda ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya to'lovlari, qo'shimcha ustamalar ham bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha bularning hammasini pensiya deb ataydi. Lekin hisob kitob mexanizmi bir xil emas. Masalan, 68 yoshli pensioner Akmal aka yoshga doir pensiya oladi. Uning 32 yillik ish staji bor. Ilgari zavodda ishlagan, maoshi o'rtacha bo'lgan. Uning pensiyasi ish staji va hisobga olingan ish haqi asosida shakllangan. Agar 2026 yil avgust oyida pensiyalar indeksatsiya qilinsa, Akmal akaning pensiyasi belgilangan tartibda o'sishi mumkin. Lekin u qo'shimcha hujjat topib, ilgari hisobga olinmagan 5 yillik ish stajini tasdiqlasa, pensiyasi faqat umumiy indeksatsiya hisobiga emas, balki qayta hisob kitob natijasida ham o'sishi mumkin. Ikkinchi misol, Dilbar opa nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi miqdori nogironlik guruhi, mehnat staji, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari va boshqa omillarga bog'liq. Agar uning nogironlik guruhi qayta ko'rikda o'zgarsa, masalan 2 guruhdan 3 guruhga o'tsa yoki aksincha, pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun avgust oyida unga oldingidan boshqa summa tushsa, birinchi savol, hammaniki oshdimi yoki kamaydimikan emas, balki mening hujjatlarimda yoki guruhimda o'zgarish bo'lmadimi?
degan savol bo'lishi kerak. Uchinchi misol boqchisini yo'qotgan oila. Masalan, 2 nafar farzand otasidan ayrilgan va boquvchisini yo'qotganligi pensiyasi olayotgan bo'lsin. Agar katta farzand 18 yoshga to'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirmasa, to'lovda o'zgarish yoki to'xtash bo'lishi mumkin. Oila esa avgust oyida pensiya kamayibdi deb o'ylaydi. Aslida sabab hujjatni vaqtida yangilamaslik bo'lishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, oxirgi oylarda pensiya miqdori keskin o'zgargan bo'lsa. Masalan, iyulda 27 ming so'm olgan odam avgustda 22 ming so'm olsa, bu holatni tekshirish kerak. Ikkinchidan, pensiya umuman tushmasa yoki odatdagi muddatdan ancha kechiksa. Uchinchidan, siz yaqinda nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tgan bo'lsangiz. To'rtinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning yoshi. O'qish holati, oilaviy ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa. Beshinchidan, siz ishlashni boshlagan bo'lsangiz yoki ish joyingiz rasmiy ravishda ochilgan bo'lsa, ayrim to'lovlar va ustamalarga ta'sir qilishi mumkinligini tekshirish lozim. Kim haddan tashqari xavotir olmasligi kerak. Agar pensiya har oy odatdagidek tushayotgan bo'lsa, karta yoki pochta orqali to'lov muntazam kelayotgan bo'lsa, shaxsiy holatingizda o'zgarish bo'lmasa, nogironlik guruhi, yashash manzili, bank rekvizitlari, oila tarkibi o'zgarmagan bo'lsa, odatda vahima qilishga asos yo'q. Agar to'lov 1-2 kun kechiksa, avval bank kunlari, dam olish kunlari, pochta jadvali va mahalliy to'lov grafikini tekshirish kerak. Bu yerda yana bir juda muhim nuqta bor. Pensiya summasi faqat qo'lga tegadigan pul bilan baholanmasligi kerak. Masalan, pensionerning jami hisoblangan pensiyasi 2 million so'm bo'lishi mumkin. Lekin agar aliment, kredit bo'yicha sud qarori, ijara hujjati yoki ortiqcha to'langan summani qaytarish bo'yicha ushlab qolish mavjud bo'lsa, kartaga 20 million 600 ming so'm tushishi mumkin. Odam esa pensiyam karimaydi deb o'ylaydi. Aslida pensiya kamaymagan. Faqat undan qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun pensiya bo'limidan yoki ijro organidan ma'lumot olish kerak. Yana bir real holatni ko'raylik. Karim aka 2026 yil avgust oyida pensiyaga chiqmoqchi. U 6 yoshga to'lgan, hujjat topshirishga tayyorlanyapti. U shuni bilishi kerakki, pensiya arizasi berilgan sana. Zarur hujjatlarning to'liqligi va ish staji tasdiqlanishi juda katta ahamiyatga ega. Agar u arizani vaqtida bersa va barcha hujjatlar joyida bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni silliq ketadi. Agar mehnat daftarchasida xatolar bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Shuning uchun avgustda pensiyaga chiqadiganlar iyuldan, hatto undan oldinroq hujjatlarni tartibga keltirishni boshlashi kerak. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshirilgani haqida rasmiy xabar chiqsa hammaning qo'liga bir xil miqdorda qo'shimcha pul tegadi degani emas. Masalan, foizli indeksatsiya bo'lsa, 1 million so'm pensiya oladigan odamga qo'shiladigan summa bilan 3 million so'm oladigan odamga qo'shiladigan summa farq qiladi. Agar eng kam pensiya miqdori oshirilsa, asosan past pensiya oluvchilar ko'proq sezadi. Agar ustama yoki kompensatsiya turi o'zgarsa, u hamma pensionerlarga emas, faqat ma'lum toifalarga tegishli bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya tayinlashda ish staji katta rol o'ynaydi. Lekin har bir ishlagan yilim bor degan gap avtomatik hisobga olinmaydi. Ish staji hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Mehnat daftarchasi ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, ayrim davrlar uchun sug'urta badallari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar zarur bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar men 35 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda 28 yil chiqadi. Natijada pensiya kutilganidan kamroq tayinlanadi. Uchinchi nozik jihat, ayollarda bola parvarishi davrlari, ayrim mehnat faoliyati uzilishlari, o'qish davri, harbiy xizmat, chet elda ishlagan davr kabi masalalar alohida tekshiriladi. Har bir davr har doim ham bir xil tartibda stajga qo'shilavermaydi. Shu sababli 2026 yil avgustida pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqaro mening stajim yetadi deb taxmin qilmasdan, oldindan pensiya bo'limi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali ma'lumotlarini tekshirtirgani ma'qul. To'rtinchi nozik jihat, bank kartasi bilan bog'liq muammolar. Ba'zan pensiya tayinlangan pul o'tkazilgan, lekin karta muddati tugagan bo'ladi. Yoki karta bloklangan, bank rekviziti o'zgargan, fuqaro yangi karta olgan, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan bo'ladi. Natijada pul kechikadi yoki qaytib ketadi.
Ayniqsa keksalar kartaning amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Shuning uchun avgust oyiga yaqin kartangiz muddatini tekshiring. Agar karta muddati 2026 yil iyul yoki avgustda tugasa, oldindan banka borib yangilang. 5-chi nozik jihat, yashash manzili o'zgargan bo'lsa. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, ro'yxatdan o'tish, pensiya ishini ko'chirish, pochta yoki bank orqali to'lov manzilini yangilash kerak bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha men faqat farzandimnikiga ko'chib keldim. Nima bo'pti deb o'ylaydi. Lekin to'lov tizimida ma'lumotlar mos bo'lmasa, muammo chiqishi mumkin. 6-chi nozik jihat chet elga chiqish. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya to'lovi, shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma, bank kartasidan foydalanish kabi masalalarni oldindan aniqlash kerak. Har bir holat alohida ko'riladi. Agar pensionerning o'zi kela olmasa, ishonchli vakil orqali ish yuritish kerak bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pulni olishda muammo bo'ladi. 7-chi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan fuqaro hujjatdagi o'zgarishni vaqtida bildirmaydi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni tugatgan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Keyin aniqlanganda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi. Shunda keyingi oylarda pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Pensioner yoki oila nega avgustda kam tushdi deb hayron bo'ladi. Sabab esa avvalgi davr uchun ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. 8-chi nozik jihat rasmiy ishlayotgan pensionerlar. Ayrim to'lovlar, nafaqalar yoki ustamalar fuqaroning ishlashi yoki ishlamasligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasmiy ishga kirsa, bu ma'lumot tizimlarida ko'rinadi. Shuning uchun men ishga kirdim, lekin pensiyaga ta'sir qilmaydi deb o'ylamaslik kerak. Har bir holatda to'lov turini aniqlash zarur. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam 2026 yil avgust oyidagi pensiyangiz bo'yicha avvalo o'zingizda quyidagi ma'lumotlarni yozib oling. Iyun oyida qancha oldingiz? Iyul oyida qancha oldingiz? Avgust oyida qancha tushdi? To'lov qaysi sanada tushdi? Bank kartagami yoki pochta orqalimi? Oldingi oylarda ushlab qolish bo'lganmi? Bu oddiy daftar yoki telefon eslatmasida bo'lsa ham mayli. Muhimi, raqamlar aniq bo'lsin. Ikkinchi qadam, agar summa o'zgargan bo'lsa, darhol vahima qilmasdan sababini aniqlang. Bankdan SMS kelgan bo'lsa, undagi summani saqlab qo'ying. Mobil ilovadan ko'chirma oling. Agar pochta orqali olsangiz, to'lov qaydnomasidagi summani so'rang. Keyin pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda mening 2026 yil avgust oyidagi pensiya to'lovim oldingi oyga nisbatan o'zgargan. Hisob-kitob sababini tushuntirib berishingizni va yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 3-chi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Yoshga doir pensiya uchun mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, stir yoki JSH she'r ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasi uchun tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, nogironlik guruhi va muddat haqidagi ma'lumotlar muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 4-chi qadam. Agar siz pensiyaga 2026 yil avgust oyida chiqmoqchi bo'lsangiz, ariza berishni oxirgi kunga qoldirmang. Men tavsiya qilaman, kamida 1 oy oldin hujjatlaringizni tekshirtiring. Mehnat daftarchasida ism familiya xatosi, sana xatosi, muhr yo'qligi, korxona nomi noto'g'ri yozilgani kabi muammolar bo'lsa, ularni tuzatish vaqt oladi. Ba'zan arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Bu esa bir necha hafta cho'zilishi mumkin. 5-chi qadam, rasmiy kanallarni kuzating. Pensiya bo'yicha o'zgarishlar bo'lsa, ular rasmiy e'lon qilinadi. Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi xabarlari, davlat xizmatlari portali ma'lumotlari ishonchli manba hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi avgustda hammaga falon so'mdan beriladi degan xabarlarga darhol ishonmang. Avval rasmiy tasdiq bormi? Shuni tekshiring. 6-chi qadam, karta va bank ma'lumotlarini yangilang. Kartangiz muddat tugamaganini tekshiring. Telefon raqamingiz bank tizimida to'g'ri ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Shularni aniqlang. Agar yangi karta olsangiz, pensiya to'lovi eski kartaga ketib qolmasligi uchun tegishli tashkilotlarga xabar bering. 7-chi qadam, agar sizning pensiyangizdan ushlab qolish bo'lsa, buning asosini so'rang. Qancha ushlab qolinyapti? Nima sababdan? Qaysi hujjat asosida qachongacha davom etadi? Degan savollarni
yozma tarzda bering. Bu sizning huquqingiz. Agar ijro hujjati bo'lsa, ijro organidan ma'lumot oling. Agar ortiqcha to'lovni qaytarish bo'lsa, hisob kitobni ko'ring. 8-qadam. Yaqinlaringizning pensiyasini ham nazorat qiling. Keksalar ko'pincha hujjat, karta, SMS, qayta hisob kitob masalalarida qiynaladi. Farzandlar esa pul tushyaptimi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida pensiya noto'g'ri hisoblanayotgan bo'lishi ham mumkin. Oyma-oy summani solishtirish, hujjatlarni tartibga keltirish va kerak bo'lsa murojaat qilish juda muhim. 9-qadam. Yozma murojaat qilishdan qo'rqmang. Og'zaki so'rasangiz, javob ham og'zaki bo'lishi mumkin. Yozma murojaatda esa tashkilot sizga belgilangan tartibda javob berish kerak. Murojaat ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va aniq savolingiz bo'lsin. Masalan, 2026 yil avgust oyida menga to'langan pensiya miqdori bo'yicha hisob kitob varaqasini taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. 10-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qiling. Lekin shikoyat qilishdan oldin barcha hujjatlarni yig'ing. To'lov ko'chirmalari, oldingi oylar summasi, pensiya tayinlash qarori, arizalaringiz nusxasi, javob xatlari. Hujjatsiz shikoyat ko'pincha uzoq cho'ziladi. Hujjat bilan esa masala ancha tezroq ko'riladi. Demak, 2026 yil avgust oyidagi pensiyalar bo'yicha eng muhim qoida shuki, har qanday o'zgarishning sababi bo'ladi. Pensiya oshsa ham, kamaysa ham, kechiksa ham, to'xtasa ham, buni taxmin bilan emas, hujjat va hisob-kitob bilan aniqlash kerak. Avgust oyida hamma uchun bir xil vaziyat bo'lmaydi. Kimdadir indeksatsiya ta'sir qiladi, kimdadir hujjat yangilanishi kerak bo'ladi, kimdadir karta muammosi chiqadi, kimdadir ushlab qolish mavjud bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyangizni har oy nazorat qiling. Hujjatlaringizni tartibda saqlang. Rasmiy manbalarga tayaning va tushunarsiz holatda yozma murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularning to'lovlarini befarq qoldirmang. Agar sizda 2026 yil avgust oyidagi pensiyalar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning holatingiz yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, shuni ham yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan odamning bir necha oylik daromadini himoya qilib qoladi.